uy sharoitida matrasni dog'ini ketkazishni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, bilib olasizlar. Bizga buning uchun magazindan arzimagan 15-20 ming turadigan vanish va oddiy mashina yuvadigan gubka kerak bo'ladi. Mana o'rtaga narsa qo'yib qo'ydik. Natijani oxirida sizlar bilan birga ko'ramiz. Buni vanish bilan ozgina namlab oldim, lekin buni rosa ham qattiq qo'l qo'yarmani. Mana matrasga kelganda, matras ichiga juda ham ko'p suv shimib yormaslik kerak. Matrasni g'ijirab qolish ehtimoli bor. Masga bitta chiziq qilib. Masga bitta chiziq qilib. Voy, zo'r qilib qo'yasiz. Mashina bo'ladi. Endi qurug'i bilan atib olamiz. Endi hammani uyda bor, oddiy fenda quritib olamiz. Natijani ko'ramiz. Natijani ko'rdingmi? Bu tomon bilan bu tomonni solishtirib, hali ham bo'lsa bu tomon ho'l. Qurigandan keyin yana ham oqaradi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Kanalimga obuna bo'linglar. Bundan ham qiziq videolar profilimda bor.